Assalomu alaykum qo'y qo'zi, qo'chqor ishqibozlari, chorva ishqibozlari, hurmatli bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Sizlarga bugungi ikkinchi partiya qo'zlarimizda havola qilamiz. Toza hisori zotlilaridan boqaman degan aka-uka, do'st birodarlarga Alloh xolasalar tashab qo'yaverasizlar. O'zdan bo'lsa yana ham aloqa chiqaverasizlar, Alloh xolasa. Xo'p, yangi partiyamiz soni 10 bosh 4 oylik atrofida, plus minus bo'lishi mumkin 5-10 kunga. 8 ta erkak, 2 dona urg'och akalar. Mana shu ikkita oq kraskalik urg'ochi, qo'zini oma akalar, haqiqiy jononlari kelgan akalar. Ikkita urg'ochisi ham haqiqiy jonon, qirrijun, sifat, toza hisor akalar. O'ylanmasdan shuni aloqa chiqib qo'ydi olaveradigan akalar. Mana o'zlarimiz haqiqiy qilishlari kelgan. Ketdi. Xo'sh, olib chiroyli baraka topadigan sifat qo'zilar. Mana akalar. Chaqa yuraversin chimda yorug'roq shekilli. Buni ham kech bo'lib qoldi. Hop. Hidoyat. 8 tasi erkak, 2 tasi urg'ochi. Bularda akalar bo'ladigan joyda videoni ortiqcha cho'zmaymiz. Narxida 2,5 million so'mdan akalar bir joyga yengil aloqa chiqaverasizlar. Alloh xolasa dastlabki xizmatini Toshkentdan Samarqandgacha Alloh xolasa akalar umuman o'ylanmasdan aloqa chiqaverasizlar. Akalar aloqa chiqaverasizlar. Alloh xolasa qo'zlarimiz qismati chiroylilari kelgan. Mana bu ko'rasizlar. Ikkita yomon ketyapti urg'ochlari. Qolgan bari erkak. Alloh xolasa aloqa chiqasizlar akalar, ish bitadi. Go'zallaridan, haqiqiy go'zallaridan qo'ydi. Akalar, like bosib, kommentariyani yozib, podpiska bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.